shundoq bir ishga diqqat qildingizmi? Siz qancha aldirab mangancha qizil chiroq shuncha ko'p yonidi. Avtomobilni yuvib bo'lishingizga yomg'ir yog'idi. O'chirati turganda siz tizilgan sap eng asta mangidi. Bu hargizmi mundaqlar tasodifiy to'g'ri kelib qilishmi emas. Ta'liyingizning kaj kelishimi emas, balki butkul olam sizga kirishib olgan bo'ladi. Anglamoq xuddi metafizika ilmidek qiladi. Lekin bu metafizika ilmiga xos narsa emas, balki ilm-fan sohasi o'rtaq e'tirof qilgan po'latdek qonuniyat. 1949-yili Amerika havo armiyasi bir talvilacha tajriba ishlagan. Ular bir odamni raketaning serilma chaqiga bog'lab, odam badanining qanchalik zarbiga bardoshlik bera oladiganligini sinab boqmoqchi bo'lgan. Natijada bir qism senzorlar ta'tir qurashtirilib kelib, sonliq ma'lumotlardan birmi ilinmay, tajriba uzil-kesil mag'lub bo'lgan. Qurashtirishga mas'ul injenerning ismi Edward Murphy bo'lib, u raketaning yerga tushib, parchalanib ketgan bir dövi keraksiz tömür dövisiga tikilib turib, bir eg'iz gapni, ya'ni agar bir ishda xatolik ko'rilish ehtimoli mumkin bo'lsa, u ishdan cho'qim xatolik ko'riladi. Uning ustiga maxsus eng xatarlik vaqtni tanlab yuz berdi degan. Buni anglab, butkul ilm-fan sohasidagilar qo'rqib, badallari shurkinib ketgan. Mana bu Murphy aniqlamasining eng dastlab borliqqa kelishi bo'lib, olimlar keyin buning mundaqla aytilgan ochiq gap emas, balki insonlar cho'ng miyasining zavoddan chiqqan chog'dagi tabiiy kamtuklik ekanligini bayqagan. Odamning kallasida bir yoshirin programma bor bo'lib, u programma ba'zida sizni eng ahmoqona qaror yoki tanlash chiqarishga majburlaydi. Lekin siz buni asla his qilolmaysiz. Titanik vaqasi, Chernobil vaqasi, yana insoniyat tarixidagi eng og'ir yadro ofati raqobatchi nomli odamlik olam kemasining tushib ketish vaqasi. 7 nafar olam ushquchisining o'lishini keltirib chiqargan. Yuqorqi har bir ofatning kaynida bu programma insonlar uchun o'lim kunubkisi bosgan. Undaqda bu yoshirin programma zodi nima? Buni tushunish uchun oldi bilan siz cho'ng miyangizning sipi o'zidan aldamchi ekanligini bilishingiz kerak. Psixologlar insonlarda bir taraflama jazmlashtirish deb atiladigan bir xil tug'ma tonish kamtukligi borligini bayqagan. Bu nima degan gap deganda, sizning cho'ng miyangiz uchurlarni avtomatik suzadi. Sizga faqat o'zingiz ishindigan narsalarni ko'rsatib, aksichi bo'lgan isbotlarni bevosita o'chirib yetadi. Misol olsak, siz sirtqa chiqishdan burun bugun yomg'ir yog'ishi mumkin deb o'ylagan bo'lsangiz, natijada rostilla yomg'ir yog'di. Ko'nglingizda menda shundoq bir oldin tuyg'u bo'lgan deb o'yladingiz. Lekin oldin qayladimi, mushuninga o'xshash oz bo'lsa, 10 qitim o'ylaganingiz esingizda yo'q. 9 qitimda havo ochiq bo'ldi. Bu 9 qitimni cho'ng miyangiz pokiz unutib ketdi. Mana bu Murphy qonuniyatining birinchi qavatidagi haqiqat. Ya'ni cho'ng miyamizning shundoq bir g'alita nuqsoni bor bo'lib, yaxshi ishlarni avtomatik tozalab nolashtirildi. Aksicha yomon ishlar qayta-qayta takrorlab anglitib berdi. Bu xuddi telefonimizdagi rasm albomidagi yaxshi ishlarni bir qitim mundaqla varaqlab o'tkazib o'zimiz rasvo bo'lgan ishlarni eng ustiga chiqarib saqlab olamiz. Vaqt uzargan sari qalbimizda saqlanib qolganning hammasi o'ngishliq bo'lmagan mashina urilgandek ishlar bo'ladi. Natijada taqdir sizinla o'yintib oromlik bermagandek tuyg'uda bo'lasiz. Ammo bu bir boshlanish bo'lgan bo'ladi. Murphy qonuniyatining haqiqiy qo'rqinchli yeri uning o'zini amalga oshirish iqtidorining borligida. O'zini amalga oshirish iqtidori deganimiz, siz nimadan qancha qo'rqsangiz badaningiz uni shuncha reallikka aylantirib berdi. Masalan, sizni 10 sekund ichida hamma narsani o'ylasangiz bo'ladi. Lekin yeshil rangli ishdan kiyib olgan ishakni o'ylamang dedi. Natijada qo'lingizda heliqi yeshil rangli ishdan kiyib olgan ishakli bakrak esingizda qoladi. Mana bu psixikalik bishoratning kuch-quvvati. Siz ko'nglingizda bu ishni hargizmi buzib qo'ymay deb o'ylagan sari cho'ng miyangiz aksicha buzib qo'yish degan ikki so'zni o'zining spiyosiga, ya'ni markaziy bir taraf qilg'uchiga kirgizib oladi. O'zingizni ko'nglingizda mudofaa qilyapman deb o'ylagan bilan amaliyotda mag'lubiyatga nishon belgilayapsiz. Shunga halqiliq paytda jiddiylashgan odam texmi oson savallik o'tkazadi. Imtihondan burun qancha tashvishlangan odam shuncha oson o'rganganlarini unutib qoladi. Jamiyatdan qancha qo'rqqan odam shuncha kekashlab gap qilib qoladi. Amaliyotda sizning ta'limingiz kaj emas, balki o'zingizga qarg'ish o'qib qo'ydingiz. Mana bu Murphy qonuniyatining ikkinchi qavatidagi haqiqati. Salbiy passiv xiyol sizning harakat andizingizni o'zgartirib yetadi. Natijada ansirgan ishingizni o'z qo'lingiz bilan reallikka aylantirib beradi. Psixologiyada bu ishni o'z isbotlagan faraz deb ataydi. Murphy qonuniyatining eng qo'rqinchli tarafi uning 3-qavati, ya'ni matematikalik qatlamdagi muqarrarlik bo'lib, bu dal Murphy qonuniyatining ilm-fan sohasida birdek e'tirof qilinishining eng muhim sababi hisoblandi. Maslanga, agar bir yomon ishning yuz berish ehtimolligi faqat 1% bo'lib, intayin kichik deb faraz qilsak,
Agar uni 100 qitim takror qilsa, bir qitim yuz berish ehtimolligi oz degandek 63% bo'lgan. Agar 500 qitim takror qilinsa, bir qitim yuz berish ehtimolligi 99,3% bo'lib, muqarrar yuz beradigan holatda bo'lgan. Mana bu nima uchun qarmoqqa mumkin bo'lmaydigan aeroplan hodisasi, dengiz hodisasi, yadro eqib ketish hodisalarining eng oxirida yanada yuz beradiganligining sababi. Masalan, 1912-yili Titanic nomli paraxod g'imangu cho'kib ketmaydigan kema deb ta'riflanib, loyihalaguvchimi uningdan burun noiti ko'p paraxodlarni loyilab chiqqan bo'lg'ash, ishonchisi intayin to'liq tashqan edi. Shunga qutqizish kemisimi to'liq saplanmagan edi. Natijada tunji qitimliq dengiz safarida muz taqqi so'qilib, 1517 odam Atlantik okeaniga g'arq bo'lgan. 1986-yili Lirqobatchiq nomli olam aeroplanini qo'yib berilishdan burun injener u tipliq himlash chambarkining to'van temperaturada unumini yo'qotishi mumkinligini bayqagan. Lekin Amerika NASA taraf ehtimollikning bak to'van ekanligini ko'zda tutib, normal qo'yib berishni qaror qilgan. Natijada bo'shliqqa ko'tarilib, 73 sekunddan keyin portlab, 7 nafar olam uchquvchisining hammasi qazo qilgan. Shu yili Chernobil yadro elektr stansiyasining mashg'ulotchisi masala chiqishi mumkin emas degan bexatarlik sistemasini sinash uchun belgilimiga xilof mashg'ulot qilib, reaktorning portlashini keltirib chiqargan. Radiatsiya miqdori Xirosimoga tashlagan 400 dona atom bombasiga barobar keldi. Har qitim insonlar bundoq bo'lishi mumkin emas deb o'ylagan vaqtda Morfi qonuniyati so'g'uqqini kulib turayotgan bo'ladi. Chunki uning mohiyati faqat chatoq chiqish ehtimolligi bo'lganli bo'lsa, yetarlik vaqt va muvaffaqiyatlik bo'lish qitim sonini berib, ondan uningdan chuqumli chatoq chiqadi. Bu qarg'ish bo'lmasdan balki po'latdek qonuniyatdir. Undaqda Morfi qonuniyatidan saqlanғалы bo'lmagan ekan. Biz nima qila olamiz? Javobi shuki, tafakkur usulimizni o'zgartirishimiz lozim. Birinchidan, talay sinash psixikasidan voz kechish kerak. Nurg'un kishilar biror chatoq yuz berishdan burun undaq to'g'ri kelib qolmas. Mushu bir qitim hech nim bo'lmas deb o'ylaydi. Oxirda yoki yon telefon ekranining chiqilib ketishi yoki barmoq diskidagi sonliq ma'lumotlarning yo'qolib ketishdek o'ylamagan ishlarning hammasi talay sinash psixikasining ziyonkashligidan bo'lgan. Ikkinchi diqqatni xatolikqa emas, balki to'g'ri bo'lishga markazlashtirish kerak. Tanarkachilar musobaqaga qatnashganda teriner azaldan yiqilib ketmang. Demasdan, balki lirtimni saqlang, muhim nuqtaga diqqat qiling. Chunki kallingizda nimani o'ylasangiz, badaningiz shu tarafga qarab mangadi. To'g'ri javobga tikilib, butun kuchingiz bilan atakaga o'tganda 100 xil xatolikdan o'zingizni qochirganga qaraganda ko'proq utuq qozonasiz. 3-chi, planga yondab, bu planni yaxshi qiling. Morfi qonuniyatining to'g'ri etish usuli tashvishlanish emas, balki harakat qilishdir. Yon telefonning ekrani o'chib qolishdan ansirgandan sirtqa chiqishdan burun tokni liqqachlash odatini yetildiring. Qatnash qistongchiligi sababli ishga kechikib qolishdan ansirgandan yarim soat burun uydan chiqing. Hujjatning yutib ketishidan ansirsangiz, bir necha joyga zapas saqlab qo'ying. Haqiqiy aqlli odamlarning ta'li o'ngdan kelgan emas, balki yomon ahvolni burunli o'ylab qo'ygan hamda oldin tayyorlik qilib qo'ygan bo'ladi. Morfi qonuniyatining mavjud bo'lib turishi amaliyotda bizga insonlarning uncha aqlli emasligini, dunyoni kontrol qilg'ili bo'lmaydiganligini, tasodibiylikning har vaqt yuz berishi mumkinligini eskartadi. Taqdirning adolatsizligidan og'ringandan ko'ra, o'zining cheklanib, usib qolgan yerini e'tirof qilib, ondan eng to'liq tayyorlik bilan cho'qim yuz beradigan xirslarni kutib olish kerak. Ayni yili tajriba mag'lub bo'lgandan keyin Stop Shaojan Morfining so'zini kollektivning aqidasiga aylantirib, shuningdan e'tiboran har qitimliq tajribadan ilgari xatolik ko'rilish ehtimoli bo'lgan har bir halqini qayta tekshiradigan bo'lgan. Keyin Stop Shaojan insonlar tarixidagi eng chekidan oshgan sur'at ostilti siniqini muvaffaqiyatli tamomlab G46 liq so'qilish kuchiga bardoshlik bergan bo'lsa-mu, qilchi zaxmiga uchirmay Ginnes dunyo rekordiga kirgizilgan. Morfi qonuni azaldan sirliq narsa emas. U xuddi bir sirliq kuzatish aynikiga o'xshash. Maxsus so'nkimizdagi takabburlik va talay sinashni ko'rsatib berdi. Maxsus so'nkimizdagi takabburlik va talay sinashni ko'rsatib berdi. Bu qonuniyatni ko'zga ilgan kishilar hamisha ofatdan qochib qutula oladi. Uni masxir qilgan kishilar oxirida uning izohati bo'lib qoladi. Shunga keyingi qitim uncha nas basmas deb o'ylagan vaqtingizda esingizda bo'lsin, xatolik chiqish ehtimoli bo'lgan ishdan hamon xatolik chiqdi. Haqiqiy mahirlar buningga alli burun tayyorlik qilib bo'lgan bo'ladi.